Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Bugun Tojikiston, O'zbekiston, Markaziy Osiyo xalqlarining do'stligini mustahkamlantirish mushtarak tashabbus guruhi Toshkent shahrida. Maqsad nima? Bizning guruhimiz yagona maqsadi shu dunyoda tinchlik bo'lsin, do'stlik bo'lsin deb bu niyatimiz shu. Mana endi bugun biz maqsadimiz shu Toshkentda kelish, shu O'zbekistonda shu do'stlikni qo'llagan rahbarlarga, xalqiga rahmat deymiz. Sabablari bu Toshkent shahri do'stlik shahri dedi. Mana ko'ring, dunyoning xalqi kelib, mana shu do'stlik bo'lib, bu Toshkent shahri do'stlikning poydevori. Mana biz bugun Toshkent shahrining nimada do'stlik saroyida keldik. Sababi nima? Shu do'stligimiz ilo abadiy bo'lsin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin deyapmiz mana. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Mana bu Toshkent shahrini ko'ring. Qandoqana chiroyli. Xalq ham chiroyli. Endi shundaqa Xudovand Karimga shu Toshkent shahrini do'stlik ato qilganiga shukrona qilamiz. Bu sababi yana aytamiz, o'zbek xalqiga o'xshagan ko'ngli toza, teng, xalqparvar, insonparvar dunyoda topish ham bo'lsa kerak. Mana buni ko'ring, bu Toshkent shahri. Mana Toshkent shahri. Shukrona bu do'stlik shahri deydi. Mana shu yerda do'stlik haykalini, mana haykali ham ota onani, mana o'zbek onasini ko'ring. Mana o'zbek onasini ko'ring. Mana shu yerda bayrog'imizni ko'rik. Shularning oldiga kelib, o'zbek xalqiga, Sherali Jo'rayevning ahli oilasiga, Andijon xalqiga bir narsaga murojaat qilib, men deb shu haykalni oldiga kelganim. Sabablari nima? Shu O'zbekistonda necha yil bo'ldi bir tortishuv. Mana Botir Qodirov degan Sherali Jo'rayevning mana farzandi bo'lgan, shu inson, shu o'g'limiz Botir Qodirov, Sherali Jo'rayev otam deb necha yil bo'ldi kurash olib bilyapti. Sudlar ham bo'ldi. Sud mana Botir Qodirovning Sherali Jo'rayevning farzandi deb kerakli qarorlar chiqardi. Ammo bilishimizcha, hali bu qaror chiqqan bo'lsa ham tortishuv bor. Bunga men hayron qolamanki, o'zbek onalariga, ayniqsa Sherali Jo'rayevning onasiga nima bo'ldi? Mana nima bo'ldi? Mana hozirgi Sherali Jo'rayev, Shohjahonga nima bo'ldi? Shu ona mana Sherali Jo'rayevning hozirgi xotini mana bu haykalga bir e'tibor bersin. Bu nima haykal mana Natano Sherali Jo'rayev hozirgi xotini Shohjahon ham shu haykalga e'tibor bersin deb mana shu yerda kelgan. Sababi nima? O'zbek ayoliga o'xshab, o'zbek otasiga o'xshab dunyoda undaqa ota ona topmaymiz. Sababi 1941-yil, 45-yil ikkinchi urush jahonida mana shu urushdan mana Rossiyani, rus xalqini farzandi yetim bolalarini, Belaruslarniki, Ukrainalarnikini hammasini qayerga olib kelgan? Mana bu go'zal Toshkent shahriga olib kelgan. Bu go'zal Toshkent shahriga mana go'zal Toshkent shahri, o'zbek xalqi, o'zbek xalqining otasi, onasi bag'rini ochib, mana shu temir vokzaldan yetim bola, ruslarni, belaruslarni, ukrainalarni yetim bolasini olib, shu Toshkent shahrida bu yetim bolalarni yetimxonalarga topshirmasdan o'zlarining uylariga borib, o'zining farzandidan yarimta nomni yarimta qilib shu Rossiya, Ukraina, Belarus yetimlarini boqqan ekan. Mana buni ko'ring, mana buni.
bu xudo bu ramzni ko'ring mana o'zbek otasi o'zbek onasi mana bu yetimlarni boqqan ekan. Mana bugun shularni Sherali Jo'rayevni hozirgi xotini shu Shohjahon degan ko'rib bir xulosa chiqarsinki, o'zbek ona qandoqa bo'lgan? O'zbek ona bir sag'ir, yetim, o'rus, Ukrain, Belarus yetimlarni boqsa-yu, shu yerda kelib Andijon xalqi ham hayron qolaman. Sherali Jo'rayevning farzandi Shohjonga hayron qolaman. Nahot Botir Qodirovni o'g'il deb hisoblasa, shunga ham kurash olsa, men faxrlayman. Bu Qodirov, mana Botir Qodirov mana agar u yoqmasa biz farzand qilamiz. Bu faxrlaymiz. O'zbekistonda Qodir mana nima Qodir Botir Qodirov degan mana. Bu qandoqa bo'lmasa o'zbek farzandi. Shu uchun mening maqsadim nima? Bugun Sherali Jo'rayevni Andijon xalqiga, mana O'zbekiston xalqiga murojaat qilamanki, shu Sherali Jo'rayevning hozirgi xotini Shohjahon farzandi Andijon xalqi mana shu bayroqni tagiga kelsinlar mana. Shu bayroqni ko'rib bu xulosa chiqarsin. Mana pastda ko'rsinki, bu yetim bolalar qayerdan? Rossiya, Ukraina, Belarusiyadan mana bu o'zbek ona boqqan ekan. O'zbek ota katta qilgan ekan. Shundan xulosa chiqarmaydimi? Chiqarmaydimi? Mana men bir tojik millatiga o'xshab mansub mana yuragim kuyadi. Bir tortishuvda, internetlarda, boshqa joylardagi tortishuv bo'ladi. O Xudoga shukr qilaylik, biz qanday yurtda yashaymiz. Eng saxovatmand xalq bu o'zbek bo'ladi. Eng aziz ona bu o'zbek bo'ladi. Shu uchun yana takror aytamanki, Sherali Shohjahon Jo'rayev, yana Halim Jo'rayev, Jo'rayev hozirgi xotinlari, hammalaring shu onani ko'ring, shu otani ko'ring, bir xulosa chiqaring. Men uyalyapman. Mana bir begona aytaman, yana shu o'zbek onasi, o'zbek otasi urush vatanda bir yetim Rossiya, Ukraina, Belarusni olib kelib, bala qilib tarbiya qilsa-yu, bitta Botir Qodirovni farzand aytishga uyalsangiz, men uyalaman. Shu uchun takror aytaman, hammalaring shu bayroqni ko'ring. Shu bayroqqa bir kun kelinglar. Bu xalqning oldiga kelinglar, bir xulosa chiqaringlar. Men faxrlayman bu Botir Qodirovda. Bu haqiqiy farzand. Men buni qo'llayman. Haqiqiy inson buni bu o'zbek farzandi. Yana aytishim kerakki, buni Alloh saqlaydi. Mana xalq hamma biz tarafda, biz ham tarafda. Men nima so'rayman? Buni Sherali Jo'rayev avlodlari bu Botir Qodirovga undaqa qilmanglar. Faxrlanganki, Sherali Jo'rayevni ota deb yurganiga rahmat deman. Xudodan karimani yaqinda xotira qadrlash kun ekan. Shundan so'raymanki, ilohi Botir Qodirovni onasini Xudovandga shoshda jannat qilsin. Shu farzandni tug'ilganga shukrona rahmat deymiz. Yana oxirgi nima aytaman? Mana bu bayroqni ko'ring. Bu haykalni ko'ring. O'zbek xalqi, Andijon xalqi bir xulosaga kelsinlar deb umid qilaman.